Have, find, boil. This is the area. Lesson 43. Bununki yani Penny bilen Sam'ninki diyalog ekan. Penny degan ayol, Sam degan şu er. Bu deyman. Can you make the tea? Can you make the tea? Can you make the tea? Make degan gap qilmak, yasamak degan ma'nolar bor. Masalan, made in China degan bor. Make'ninki bu qoidasiz fe'l bu. Make'ninki o'tgan zaman shakli made. Yani dinin o'rniga o keyning o'rniga di almış. Make, made. Bu yasamak, qilmak degan ma'nosi. Masalan, can you make? Yani sen qila olamsan, sen yasa olamsan degan gap. Sen yasay olamsan, nimani? The tea. Sen çay yasay olamsan demaymiz endi. Çay demlay olamsan degandek. Çay qanta, çay qila olamsan degan. Can you make the tea? Sam dedi. Sam, siz çay qanta çay qila olamsiz degandek. Çay qanta olamsiz deb ulamandi. Çay qila olamsiz degan gap. Çay qila olamsiz. Yes, of course. Ha, albatta. I can. Albatta men qila olaman Penny. Of course I can. Of course I can. Of course degan men albatta degan. I can. Can degan gap qilmoq yani. Yerdan chiqib. Can işte bu sual şekil so'g'a vaqtda yes yoki no dan javob bersang bo'laveradi. Can you make the tea? Sam desa yes deb qo'ysang bo'laveradi. Agar turib javob bersang yes of course I can. Is there any water? Nimish any ishlatmada? Chunki bu savol shakli bo'lg'achqa any ishlatadi. Is there any water? Bu yerda biroz suv bormi? Nada? In this kettle. In this kettle. Yani bu chaynakda cho'g'inda biroz suv bormi? Yes, there is. Yes, there is. Ha, bor. There is degan gap bor. Yes, there is. Albatta. Ha, bor. Is there any water in this kettle? Yes, there is. Where is the tea? Where is the tea? Çay bo'lsa nada dedi. Çay bo'lsa nada. Meni tea deb kelgandan keyin çay demlay olamsiz deb aytsak bo'ladi-ku Uyg'urcha o'qiyapti. Çay demlay olamsiz degan. Where is the tea? Tea, yani çay nerede dedi. Bu çay maliqi biz içidigan çaydan çayım deymiz. Çay demlaydigan çay emasmi? Suv silinmagan holatda ashni çay deymiz emasmi? Qora çay, yani ko'k çay deymiz. Çay deymiz. Aş ishqilsin tea devrimiz, ishqilsin. Yani qaynatib ichayotgan doğruluk dermekten hemen silip içken suyunu mu çay deymiz. O doğru dermekini mu çay deymiz bu. Where is tea? Yani çay nerede dedi. It's over there. O over there. Over there. Nerede? Behind the teapot. Yani man demek ettiğim ana. Behind the teapot. Yani çay çaynikinin. Yani çay çöğününki nerede? Behind dedi. Kayne dedi. It is over there. O over there. Over there deyince. Over there. Over there. Behind. Kayne de. Nimeninki? The teapot. Yani çay çaynikininki kayne yaki. Çay çöğününki kayne de. Qarasana resim qarasana. Üçüncü resim uçu. Çay çaynikinin kayne de burada. Bir kutan. Can you see it? Can you? Can deyince qılalamsız italamsız deyince. Can you see it? See deyince görüş deyince. It deyince o ne deyince. Can you see it? Onu küre aldınız mı deyince. Onu küre aldınız mı? I can see the teapot dedi. I can see the teapot. Yani teapot. Men o çay çaynikini küre aldım dedi. I can see. Men küre aldım the teapot. Yani çay çaynikini küre aldım. But I can't. Cannot'dan qisqartılmışsa can't to'g'ri. Cannot'dan. I can't see the tea. Men o çayni ko'rolmadim, biroq men o çayni ko'rolmadim dedi. There is it. There it is. There it is. Bu yerda mana 5-chi resim qarsangiz yana ko'z bu yerda mana. Qo'lni ko'z bu yerda. There is it. It is in front of you.
It is u bo'lsa in front. In front degan nima? Oldin qismi o'rgangan. Oldida degan. In front of you. Sizning oldingizda. Oh yes. Ah yes. Ah yes. Oh yes. Ah yes. I can see it now. I can see it now. Hozir ko'rdim buni. Where are the cups? Where are the cups? Mishqi arni ishlatmaydi chunki cup degan ko'plik shaklda o'qilsin cups ko'p. Ya'ni piyolar nada endi? Piyolar nada? Piyola degan buni boshqa yerda boshqa kitobda atash mumkin buni. Kichkina deganda. Piyolalar neda? Biz Qashqarda piyola deydi-ku deydi. Biz piyola deganga. Where are the cups? Piyolalar neda degan. There are, ular bo'lsa bor, neda? There are some, u yerda biroz bor in the cupboard dedi. Cupboard. Cupboard degan belki chiqadi ishildi bo'lmadi. Cupboard degan nimalarga piyola qo'ydigan shkafning ichida bor degan ekan. Piyola qo'ydigan shkafning ichida biroz bir qanchasi bor demoqchi. Biroz deymiz-ku, sanoqli bo'lgandan keyin. Bir qanchasi bor degan. To'g'ri. Sanoqli qoch qo'ydigan shkafning ichida aytamiz piyola qo'ydigan shkafning ichida bor. Can you find them? And can you find? Finding tapmaq izlamak. Them. Ularni izlayapmiz, ularni topa oldingizmi? Topa oldingizmi? Can you find them? Ularni topa oldingizmi? Yes. Here they are. Ular bu yerda ekan. Taxtlarni ko'rsatib, kichik piyolarni ko'rsatib, qo'lga turibdi-ku, niyatdan yersin qarasan. Yes. Here they are. Ular bu yerda. Hurry up, Sam. Tezroq bo'ling, Sam. The kettle is boiling. The kettle is boiling. Bu çaynak qaynab ketadi. Çaynak qaynab ketdi demaydilar. Çaynak qaynayapti demaydilar. Suv qaynab ketdi. The kettle is boiling deb turibman. Endi kettle degan gap suv chaynak, ya'ni bu çaynak qaynab ketdi, qaynayapti demaydilar. Bu suv qaynab ketdi, qaynayapti dedi. The kettle is boiling. The kettle is boiling. Bu çaynak qaynayapti dedi. So'z tarjima qilishimda chiqib qolgan bu chaynak qaynayapti degandek. Bu cho'gin qaynayapti dedi. To'g'ri endi ayna desak, bu cho'gin qaynayapti desak. Bizim deyimiz o'rtada qozon qaynab ketdi, chaynak qaynab ketdi. Ha, rost. Men bir xil to'lib bu qozon qaynadi, cho'gin qaynayapti desa, bu nima degan gap? Cho'ginmi qaynam degandek bir xil. Ha, qozon qaynab ketdi. Yechib tashlanglar, chaynak qaynab ketdi deb bunda. Bir xil aloqa ta'til deb turdi ekan-a. Çaynak qaynab ketdi desa. Çaynak qaynayapti desa. Çaynak nima qaynayapti deganda. Qozon qaynadi deb ishlatilgan aslida. The kettle is boiling, and çaynak qaynayapti. Cho'gin qaynayapti. Shuni yana bir qism qilsak. Hurry up. Lesson 43. Hurry up. Can you make the tea, Sam? Sam? Yes, of course I can, Penny. Is there any water in this kettle? Yes, there is. Where is the tea? It's over there, behind the teapot. Can you see it? I can see teapot, but I can't see the tea. There it is. It's in front of you. Ah, yes, I can see it now. Where are the cups? There are some in the cupboard. Can you find them? Yes, here they are. Hurry up, Sam. The kettle is boiling. The kettle is boiling. The kettle is degan ma'lum kettle'ning y shakli emas, kettle. Kettle is kettle.
The cattle is boiling. The cattle is boiling. Sana buldu. Kısaltılmışsa the cattle is boiling. The cattle is boiling. Mananda to some cups. Yani köklü şekilleri çizdi. There are some in the bowl. Hurry up deganlar tushuntirib beribdi xitoychada. Make the tea, ya'ni choy demlashga gap qo'yma xitoychada. Bundan o'qiyamaydi. Lesson 44. Are there any? Where the barmo? Where the barmo? Is there any barmo? Endi maash ikkisidan qanday farq bor desanglar, are are there bilan is there'niki. Are bo'lsa, shuniki any'niki endi yana sanog'ini bo'ladigan narsalar kelsa bo'ldi. Endi is ulab yana any ulab kelsa-chu, masalan milk, water degandek so'zlarni ishlasa bo'ldi. Buni so'zlik bormi yo'qmi? Buni so'zlik yo'q ekan-a. Mana bu ko'plik aylantirish shaklini men yerda ko'rsatib qo'yapti. Glass degani glasses, box degani boxes, housewife degani housewifes deb. Buni ben oldin qaytib so'zlab qo'ygan ko'plik aylantirishning shaklarini. Ashning tartibida bo'lsa bo'ldi. Buni so'zlab o'tamaymiz. Endi mashqlarga kelsak, are there any? Are there any? Any. Are there any? Ularning kendi sanog'ini bo'ldiganlarni qo'ysangiz, sanog'ini bo'ldiganlarni qo'ysangiz. Is there any bo'lsa, is there any is there any bo'lsa sanog'ini bo'lmaydiganni qo'ysangiz. Sanog'ini bo'lmaydigan. Masalan, sutlan sanog'ini bo'lmaydi. Ammo lekin botolka bo'lgan vaqtda, a bottle of milk bo'lgan vaqtda, u vaqtda sanayalaymiz. A bottle of degan o'rniga two bottle of. Lekin bo'lsa buncha qarasak, birinchi 70-chi resim qarasak, bread on the table. Bolka nima deykan? Buni is there any bread? Is there any bread on the table? Is there any bread deb so'rasan, javob o'sha ismni qo'yaversan bo'lsa, is there any? Are there any? Ismni qo'yaversan bo'ladi. Ammo birisiga sanog'ini bo'ldiganlarni qo'yishlar, birisiga sanog'ini bo'lmaydiganlarni qo'yishlar. Sanog'ini bo'lmaydiganlarni are deganga sanog'ini bo'lmaydiganlarni qo'yishlar. Is deganga sanog'ini bo'ldiganlarni qo'yishlar. Qo'y almış qoldi. Is deganga sanog'ini bo'lmaydigani, are deganga sanog'ini bo'ldiganlarni qo'yishlar. Are there any hammers deymiz. Hammer deymiz. Bo'lqlar deymiz. Buniki glasses. Are there any glasses deymiz. Is there any? Endi men kelgancha milk jang bo'ldi. Is there any milk? Is there any sugar? Is there any bread nimadir bread deb bread. Yani biroz bo'lib bormi? Uning kelgancha qani kitob bor ekan. Qog'ozlar sanog'ini bo'ldigan ekan. Cups dedim, hada. Natural cup brewed. Cups. Cups dedim. Yani choy chayniki. Cars dedim. Coffee on the table. Mananga coffee. Yani sanog'ini bo'lmaydiganlarga shu ayni ishlasan, bu sanog'ini bo'ldiganlar uchun men ko'pcha shekilli o'zi yozib qo'yibdim menga. Then two on the cupboard dedim. Cupboardning ustida
Soup, yani soup deganni sanalmaydi. Yani bir taqta, ikki taqta deb sanaymiz, ammo o'zini sanalmaydi. Bir taqta supni, ikki taqta supni deb. Aldığa nima keldi? Miqdorsiz ayrim miqdorsiz keldi. Bo'lmasa, onda sanalmaydi. Newspapers sanalmaydi. Bir tal newspaper, ikki tal newspaper deb. Bir tal gazet, ikki tal, bir parcha gazet, ikki parcha gazet. Unda waterni sanalmaydi. Ammo nima keladigan bo'lsa, stakanga, butulkaga qo'yilgan bo'lsa, uni sanalmaydi. Glasses. Then is there any water? Is there any water? Yet biraz su var mı? Yes, there are some water in those glasses. O nimeleri? Botol, glass, nimeleri? O stakanlarda biraz su var. Milk mesela, yani botolkalarda in front of the floor. There is the there is there any milk? Yes, there is some milk in front of the door. İşte aldı biraz bak. Are there any cup? Are there any cup? Yes, there are some cups in front of that kettle. Are there any cars? Böyle maçlar var mı? Yes, there are some cars in front of that building. O binanın altında bir neçe maşınlar var. Qahvaning sanalmaydi. Bir qahva, ikki qahva deb sanalmaydi. Bir qop, ikki qop degandek ishlatiladi, ammo bir qop, bir tal, ikki tal deb sanalmaydi. Mana there is there any coffee? Qahva bor, biroz qahva bormi? Exercise kelsak, bunday exercise nima debdi? Example. I can see some cups, but I can't see any. I can see some cups, but I can't see any glasses. And some bilan any'ninki ishlatishni bilgansizlar meni. Boya degandek some bayan jumlalarda ishlatamiz. Any'nichu ham savol jumla, ham inkor jumlalarda ishlashdan bo'laveradi. Can't keldimi? Can't kelgan zamonda any bo'ldi. And uning endi ko'plik ismlarning ko'plik shakllarini yasashni o'rgangan to'q. Sen knife deganini qanday yasaymiz? F E vakan. Buni qanday qiladi? Bosh buncha sanalgan. Box X bilan oxirlashdi. Buni qanday qiladi? Asli yasashda qanday o'rgangan bo'lsangiz shu bo'yicha yasaversangiz bo'laveradi endi. Aynan. Ba'zi ismlar va ba'zi mana hammasi shu nima ekan bu? Sanalmaydigan ismlar ekan hammasi. Hammasi sanalmaydigan ismlar. Buni faqat aylanib sanaladi. Shu usul var. Shu usuldan foydalanib almasdan sanalib bo'lgan. Dish degan gap, dish. S bilan oxirlashdi, buni nima qo'shadi? To'q degan. White degancha EF bilan oxirlashdi, buni qanday qiladi? To'q. V E F. Ya'ni F ni V ga aylantirib deb, undan EF qo'shadi. Shelf degancha shelves dedik, shelves. Buni F bo'lgandan keyin F ni qanday qiladi? F yoki F E bilan oxirlashganlarni F ni tashlab o'tib, V E S qo'shadi. Boshqa bunchlar qiladi. Endi bread degancha bread degan o'zi sanalmaydigan ism ekan, sanalmaydigan ism ekan. Men loaf degan bor emasmi? Loaf degan quta degan, quta. Ko'chir quta degan, bir quta. Loaf degandan endi bir parcha, bo'lmas.
look degan shu dona, tal, tal demek yani dona. Sen Xitoychada g deganga to'g'ri keldi degan. G degan to'g'ri keldi. Dona degan. Bu sanalınmaydı aslında ama. Onun kendi qag'allarni yana aylantirasanglar, ikkinchi büyük qarasanglar, misal yurtda bread on the table. Is there any bread? Any bread here? Yes, there is some. Mavu ismini tashlayotgan holda mavu. Misal is there any breads? Any bread there? Here deb tursa, bu yerda men biroz bo'lib qo'yaman degandan yes, there is some. Bu yerda bor biroz. Neda? On the table. Yani o stolning ustida biroz bor. Ismni almasag'im bo'ldi degan mashq ekan nima? Ismlarni almasag'im bo'ldi. Then hammers behind that box. Are there any hammers here? Yes, there are. There are some. Bo'lqini amma degan gap. Hammers degan. Agar asalan bo'ldi, amma sana bo'ldi degan gap ma'lum. Then there are some hammers. Desam bo'laverdi. Ammo there are some. Bu yerda bir nechasi bor. Bir necha bo'lqi bor desam bo'ldi, bir nechasi bor desak bo'ldi degan. Chunki 5 chiqib qolgan. Ash bo'yicha mashq qilasan bo'ldi degan. Is there any milk? Yes, there is some milk. Deganning o'rniga there is some. Neda? In front of the door. There is some in front of the door. Desam bo'laverdi. There is some milk in front of the door. Sana bu bo'laverdi demoqchi. Buradan reallik dersini müşahede akırlaştın. Qanday hozir savollarni so'rsam bo'ldi. Tushunmagan ham bo'lsa so'rsam bo'ldi. 45 darsni keyin bitirma qilishni so'zlaydi. Resmen qaldimmi ya? Ya ben bastas. İşimiz var ki. Başka sorular yok, Allah razı olsun. Ha şu aniyle sam Türkçe'de onu kendim izleyebilen are there Türkçe'de. Aşağıdan ki her gün müşahede olsana keyin onu öğrenişine uğruna kalmaydı şu. İzleyebilen birlik yoki sanalolmaydigan. Are there şu ko'plik ham ko'plik sanalgan bo'lgan ko'plik sanalıyor. Any kelganda ikinci bu yana. Is there any deb kelsa, bo'lmasa is there bo'lsa birlik bo'ldi, are there bo'lsa ko'plik bo'ldi. Is there any bo'lsa birlik bo'lmaydi, faqat sanam bo'lmaydiganlik keldi. Tamam şunu. Is there. Are there. Biz bu sanağıl bo'lmaydiganlar aneka sanağıl olmaydi deb bo'ldik. Agar iz kelib qolsa shu meslang. Iz kelib qolsa? Iz kelmamga iz birlikning uchun. Anda kelmam bu. O any bo'lsa birlik bo'lmaydi emasmi u? Sanağıl olmaydi. Sanalmagandan keyin u birlik ko'plik deb bormaymiz shu uni. Sanalni bo'lganlarga ham birlik ko'plik deb boramiz. Sanalni bo'lmay qolganlarga u birlik ko'plik deb bormaymiz shu. Sanalmaydigan deb boramiz shu. İsimler sanalni bo'lgan ismlar va sanalni bo'lmaydigan ismlar deb ikkiga bo'linadi. Sanalni bo'lmaydigan ismlar, sanalni bo'lgan ismlar birlik va ko'plik deb bo'linadi. Demek sanalmaydigan ismlar unda bir arz bilmaymiz endi. Ben sanalmagandan qarab deyman. Ma'qul.
Bir sanoğlanlar aslında ki eğer bazılarının aldığı miktar söz koşup tegen olursa Ha, mesela suyunu sanoğlanmaydı bu. hı, Ama fotoğrafı hiçbir şeyin eksilgin oldu. ha, Şeker sanoğlanmaydı. Ama kutu şeker bir kutu şeker oldu. A box of sugar. Two box of sugar. Bu vaqtda uni armamiz sanoğlandığı da turasa qilmaydi. Bu vaqtda hı hı. ben sanağını bulmaydı ne ya aldığım miktar söz koşup durup sanağını bulduğunu halledip keltirdim. Ya, Tünügen aylık miktar sözlerini göndük bir miktar sözlerini. Bir parça. Başka sorunlar olursa sorsanlar. Buldan da sorunlar olursa men çıkıp ketdim. Hoş, Allah korusun. naqla Allohga emanet tutasan. Evet, ders kılanlık kılmanlık. Qilaylik dars atı sizning vaqtingiz bo'lsa. Yo, men Türkçe ödemeçi olmuş dersine. İkinci dersinden, ikinci kitabın çıkışını planlattım. Hazır. Yok, komünite. Ama bunun gibi biraz aslında yapışınız mümkün. Bir dersini belki bir saatte, iki dersini bir saatte yapışınız mümkün. Ama gayret edeceğim. En başlasam bir işin kıçını yetiştirişim ben çok. Arlık taşla koyalım demiyor. Bu ders kalkın toplayan değişen demse. Naqli, Hoşçakalın. Selam. naqli.